Bugun sizlar bilan Amal School haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lamiz va ochilgan va ochilmagan qirollar haqida Islombek ukamiz bilan gaplashamiz, bilib boramiz. Islombek, yaxshimisiz? Bu asosiysi qaysi yerda lokatsiyasi joylashgan va necha kvadrat, shu haqida bir to'liq ma'lumot berib boshlasan. Menimcha Amal School gullar filan bilmaydigan odam yo'q, sababi lokatsiyasi dim qulay. Bu lokatsiyamiz hokimiyatning ro'parasi, bankomatning yonboshi. Shu bozorning главный yo'lida joylashgan. Necha kvadratga joylashgan bu, necha odam o'qit hozirgi davrda necha odamni o'z bag'riga olib biladi. Bu o'zi zaniyamiz, eng boshida o'tgan 1 yil bo'ldi boshlaganimizda 3-4 etajlarida o'qitib boshladik. Hozirgi kunda 2-etajdan ishga tushirdik. 1-etajning ozgina qismi bor, keyin to'liq 5-etajdan bor. Umumiy hisobda 2,5 ming kvadrat. 2,5 ming kvadratga joylashgan, hozir Gurlan tumanida eng katta xususiy maktab o'zi aslida. Unda 2,5 ming kvadratga joylashgan maktab yo'q. Ham qarang, ichida 32 dona o'quv bor. Chesti sinfxonasi. Bu ma'muriy xonalardan tashqari. Ma'muriy xona, direktor xonasi, zavuch xonasi, unday xonalardan tashqari 32 dona o'quv bor. Iminni o'qitish uchun. Iminni o'qitish uchun. O'rtacha hisobda 570 o'quvchi sig'adi. Bir vaqt o'zida 570 o'quvchini sig'dirib biladi-da. Bo'lmasa ketdik, ichkaridan bir ko'rib tanishtirib o'tsa, xudo xolasa, ha? Tamom, ketdik. Kirishimiz bilan bizlarda shunday atmosfera kutib oladi. Reception sharoitlar ichkarida muhit bilan o'quvchilarni kutib oladi. Bu ko'rib turganingizdek 1-etajimiz. Bu etajimizda reception joylashgan bo'ladi. Keyin bir dona o'quvchi ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari, bu ya'ni kelgan odamlarni kutib oladidan gaplashadi, ma'lumot beradi, maktab haqida tushuntiradi. Birinchi kutib oladigan otam bo'ladi-da. Keyin bu yerda turniketimiz bor, shundan bolalar o'zlari Face ID orqali o'tadidan shu o'qishini chiqib ketaveradi. Har bir o'quvchi Face ID bilan o'tadi. Har bir o'quvchi Face ID bilan o'tadi shu yerdan. Ikkinchi chiqqandan Face ID bilan chiqadi. Bu bizga nima beradi desangiz, shu bolani nazorat etib turamiz-da. Keldi, kim kelmadi, kim chiqib ketdi. O'zi maktab vaqtida masalan 8:30 da kirib biladi, keyin 5:30 da chiqib ketadi bedan qurib turniketdan. Undan boshqa oralikda masalan 2 da, 3 da yo 1 da chiqib keta olmaydi o'zi bilan o'zida. Shu zdaniyaning o'zida bo'ladi-da. Shu zdaniyaning o'zida bo'ladi hamma. Xo'p. Mana maktab ochilganidan qancha vaqt bo'ldi? 26-yil sentyabrda, 25-yil sentyabrda shunda 1 yil bo'lib qoldi. Qashti 1 yil bo'lib qoldi. 11 oy bo'ldi. 1 yil mobaynida qandaydir bir rezultatlar ko'rsatdimi o'quvchilar shu haqida agar ma'lumot bo'lsa? Bu mana o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Masalan 10 oy bo'ldi masalan o'qib turibmiz. Qarangchi 19 dan sertifikat bo'ldi bolalarda. Iminni shu yerda o'qigan o'quvchilarga bu, ha? Iminni shu yerda o'qigan o'quvchilar shu yerdagi ustozlardan tayyorlanib olib turibdi. Masalan, bu yerda ko'rishingiz mumkin, ingliz tilidan C1 sertifikati bor. B2 sertifikatlari bor. B2, C1 ingliz tilidan, masalan, fanlarning milliy sertifikatlari bor, C+ deydi masalan. Bu o'qishga kirish uchun qandaydir manfaati tegadigan narsalar. Masalan, sizda B2 bor, ingliz tilidan B2 bor. Bu degani imtihonga kirgan vaqtingizda ingliz tilining 30 savoli уже hamma to'g'ri deb olinadidan sizga shu 30 savolning balini beradi. Bu sertifikat bilan shunday deb bemalol o'qishga kirib biladi orqayin. Уже 1 yil bo'lmadi, yil o'qib turibsiz bolalarda. Shu 19 dan sertifikat chiqardik. Undan tashqari olimpiadalar hamma narsalarda bolalarimiz qatnashib turibdi, yaxshi o'rinlarda olib turibdi. Ularni aytmay turibmiz birovlarga o'xshab. Yaxshi. Glani mazali yerlarni tushuntirib turibman sizga. Zo'r. Xullas, rezultatlar yaxshi. Xo'p, bu narsaga ko'z tushdi, to'g'risi ko'pchilik yerda ko'rinmaydi. Bu narsa bu endi shunda. Qarang, bu nechikvach, bu o'quvchilarning telefonini olib qo'yamiz biz. O'zi eng asosiy chalg'itadigan narsa odamning hozirgi kunda telefon bo'lib turibdi-da. To'g'ri. Masalan, o'zingiz ham kirsangiz, Instagramda bir kirsangiz, bir yarim soat qolib ketasiz. Shunday. Maktablarda bolalar telefon ishlatib turibdi. Turgan bo'lishi mumkin, bilmayman. Bizimki maqolada bo'lib qolishi mumkin. Keladi bola, shu turniketdan o'tishdan oldin administratorimiz telefonni oladi, keyin shu yerga qo'yib qo'yadi telefonni. Va kechqurun 5:30 da chiqqan vaqtida administratordan telefonni shu oladidan uyga ketaveradi bola. Ya'ni bu o'quvchilarni telefonlarini olib shu yerga qo'yib qo'yamiz, javob bu.
Ya'ni любой bola shu yerga telefonni qo'yib o'tadi. O'zi telefon olib chiqmaydi yuqoriga. Hamma o'quvchiga taalluqli. Hamma o'quvchiga taalluqli. Yaxshi, shu joyi zo'r o'pti lekin. Xo'p, bo'lmasam ichkari bilan tanishamiz. Bo'ldi, ketdik. Unaqa qilasiz. Xo'p, adashmasam bu ikkinchi etajimiz bu yil ishga tushgan toza etaj bo'ladi, ha? Toza qo'shilgan. Bu etajimiz toza qo'shilgan etaj. Yaqinda ishga tushdi. Bu yerga bolalar uchun qulayliklarni to'liq yaratishga harakat qildik. Qo'ldan kelgancha. Hamma devorlari MDF dan bo'ldi. Ya'ni bu bolalar birlashtirsa ham yuvib, yana toza etib ishlatib ketaveramiz-da. Hamma 100% MDF. Hech qanday yerida rang, unday narsa ishlatilmadi. Masalan, shu xonaga kelib ko'ratan bo'lsa, bizning hamma masalan o'quv Omon School'da filiallari bo'ladi-ku. Hozirgi kunda 2 filiali bor, Urganchda, Gurlanda. Yaqinda Shovotda ochiladi, sentyabrda ochiladi. Standarti bor-da o'zi xonaning. Xonaning standarti nechik? Har bir xonada elektron doska bo'ladi. Keyin markerli doska bo'ladi. Ya'ni xolasa elektron doskada ishlaydi, xolasa markerli doskada ishlaydi. Keyin partasi, kursisi, keyin har bir bola uchun shkaf. Vajlari jamlanishi. Vajlari jamlanishi kerak. Keyin yorug'lik. Ana shu standart bo'yicha ishlaymiz-da. Elektron doskasi bo'lishi kerak, marker doskasi bo'lishi kerak. Keyin parta kursisi zo'r bo'lishi kerak. Keyin har bir bola uchun o'zining shkaf bo'lishi kerak. Keyin sovutish tizimi bo'lishi kerak. Konditsioner tizimi обязательно bo'lishi kerak. Yorug' bo'lishi kerak xona. Ana shu standartlarni ushlaymiz-da har bir neda. Bu bir xonamiz. Hamma joyi MDF bilan iloji boricha shu bolalarga lishniy ne yo'q, ya'ni bijir-bijir. Tushunarli. Bir fokus birga qaratish uchun shu standartga o'tganmiz-da. Xo'p, Islombek qara. Endi shu sinflarni aytsak. Birinchi sinfdan 9-sinfgacha o'qilama bu yerda qanday bo'ladi yoki da 0 oydanmi, nudan? Bu yerda o'zi 1-sinfdan 11-sinfgacha o'qiladi. Hozir endi preschool degan toza sinf qo'shildi maktablarga. Bu preschool avvalgi 0 oylar. Avvalgi 0 oylar hozir maktabga o'tib ketdi. Maktabimda shu bilan 12 yillik bo'ladi-da, bo'lishi kerak. Shu 0 oy preschool deb aytiladi. Hozir uning ham xonasi bor, uniki demayman, uni ko'rsataman yeringiz. Qani? 0 oyda sharoitlari bor. 0 oy uchun ham sharoitlarni taxlab qo'yibmiz. O'sha gruppalar ham ochdik 0 oy uchun. Yaxshi. Bir rus, bir o'zbek ochdik. Rus to'lib turibdi. O'zbekni bir 10 kun bo'ldi ochganimiz bor. Hozirgi kunda bir 7 bolasi qoldi. O'zi 18 bola olamiz, 11 bolasi bor. 7 bolasi qabul bo'lib turibdi deyli. Yaxshi. Ko'ramizmi? Bu preschool xonasi. Bu ko'rib turganingizlar, preschoollar uchun xona o'zi bir preschool sinfxonasi 3 ga bo'linadi bizda. Xo'p. Birinchisi kiradi, shkafxona. Ya'ni kiradi, patenkasini qo'yadi, o'zini отдельный shkaf bo'ladi, mana rasmlar bilan turibdi bolalardek. Har bir bolaniki отдельный bo'lingan ekan. Отдельный bo'lingan, majini qo'yadi, patenkasini qo'yadi-da, o'tadi xonaga, ikkinchi xonasini. Bu ichkari endi bu bolalarniki-da. Ikkinchi xonasi bu. Bu xona o'zi g'alisi, hamma narsasi sharoitlari bilan uzatilgan. Bu yerda asosiy bolalar o'rganadi. Fanlarni o'rganadi, turli xil o'yinlar bilan shunday ishlar etadi. Bu yerda ham o'zi televizori bor, keyin doskasi. Doskasini qara. Bu doska, bom doska. Bom doska, selagan-da. To'liq doska. Bolalar cheklov yo'q-da. Cheklovsiz. Qara, bu necha soat bolalar bu yerda band bo'ladi? Masalan, azonda 8 da keldi. Qancha vaqtgacha ushlab turasizlar? 8:30 da keldi. Shu o'qish boshqa sinflarda bilan bir xil bo'ladi. Bir xil bo'ladi. 8:30 da keladi, keyin 5:30 da chiqib ketadi. 3 mahal ovqati bo'ladi preschooldan. Bir o'rtada arg'alardan farqli tarafi bitta uxlab oladi. Shuni aytaydim hozirda. Shu yosh bolalar baribir arada baribir charchab oladi. Shunga qandaydir sharoitlari bormi? Bor. Bu o'zi darsxona bo'lsa, bu yerda yotoqxonasi bor, отдельный. Yaxshi. To'liq. Har bir bolaga o'zini отдельный shunday yotoqxonasi bor. Yaxshi, sharoitlarni o'sha gap yo'q, lekin zo'r chiqibdi. Har bir bola shunda shu yerda dam olib, keyin yana o'qib, yana ketaveradi. Ovqati, yotib turadi, hamma ish shu yerda bo'ladi-da. Zo'r. Zo'r.
Bu press-school uchun. Endi press-school hozir ko'pchilik tushunmaydi, nima degan, masalan, fikr bo'lishi mumkin. Press-school bu, masalan, hozir nolavoylar avvalgi. Hozir shu nolavoylar to'liq 1 yil o'qiydigan rejimga o'tyaptir. Avvallar biza 2 oy yozda o'qib oldik. Yozda o'qib oldik, hozir уже 1 yil o'qish rejimini o'tajak bo'lib turibdi-da maktablarda. Значит, endi 12 yil o'qiladi ekanda. Ava. Shu rejimga o'tacak. Yaxshi. Bu sharoitlardan gap yo'q, lekin agar bu narsani ota-onalar ko'rsa, menimcha bemalol o'ylanmasdan kelishlari mumkin, lekin yaxshi sharoit ekan. Mana o'z ko'zlarimiz bilan ko'rib boryapmiz. Xo'p, davom etaveramizmi? Davom etamiz. Islombek o'quvchilarning sharoitlarini ko'rib turibmiz. Endi o'qituvchilar qanday sharoiti qanday, necha darajasi, ta'limi, shu haqida bir ozroq ma'lumot bersangiz. Zo'r. Endi o'qituvchilarga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda bu filialimizda 67 dona xodim ishlab turibdi. Hop. Bir vaqt o'zida 67 xodim ishlaydi. O'qituvchilar tizimi bizdan chekdi. Masalan, bir sinfda 3 o'qituvchi bo'ladi. Birinchisi shu fanni o'rgatib turgan asosiy o'qituvchisi. Ikkinchisi shu asosiy o'qituvchining yordamchisi. Keyin tutori. Shu klassning tutori. Bir vaqt o'zida klass 3 o'quvchi bilan o'qituvchi orqali nazorat etiladi. Yaxshi. Masalan, bir o'qituvchi kirdi, faqat qurish o'qituvchi tushuntirib chiqib ketdi emas. O'qituvchi asosiy o'qituvchi kiradi, tushuntiradi. Keyin qo'shimcha vaqtida agar tushunmagan bo'lsa, bola yordamchisi bor, u yordamchisi yana ishlaydi. Keyin bolani psixologiyasi, keyin o'zi tartib intizom bo'yicha tutor bor, отдельный, bu отдельный ishlaydi-da. Bir sinfga 3 dona o'qituvchi уже nazorat etib turadi. Yaxshi. Ham desa, endi o'qituvchining sifatiga keladigan bo'lsak, bizlar o'qituvchilarni 3 bosqichda saralab oldik. Hozir ham shunday bo'lib turibdi. Birinchisi HR-ni suhbatidan o'tadi. Keyin HR-ning suhbatidan keyin akademik bo'limimiz bor. Akademik bo'limimiz Jamestown, o'zi Amerikada o'qigan odam, bakalavrini Vengriyada magistrda o'qigan, shuni suhbatini o'tadi. HR-da ko'nikmasi o'rganiladi. Akademik bo'limda uni bilim darajasi o'rganiladi. Keyin uchinchisida oxirgi yakuniy suhbat bo'ladi. Shu 3 dona nedan o'tgandan keyin, etapdan o'tgandan keyin o'qituvchini ishga olamiz bu yerda. O'zi saralanib bitiladi. Yaxshi. Unda bu narsaga jiddiy yondashasizlar ekan. Jiddiy yondashamiz, ya'ni qo'ng'ishim, ukam, qalamning o'g'li unday gap so'z yo'q. To'g'ri. Masalan, o'zim ukam o'qituvchi, lekin bu yerda ishlamaydi. Sizlar shunda bilinadiki, darajasi eng baland segmentdagi o'qituvchilarni terib olib, saralab ishlatasizlar. Şimdi iloji boricha shu narsani tutishga harakat etib turibmiz va shu narsani qilib turibmiz deb ham o'ylayman. Yaxshi. Zo'r, gap yo'q. Hozir sizga vizualni ko'rsatsak. Mana aytib ketib. Beramiz, yili ozroq ishi bor, lekin aktiv zalimiz. Bu katta 150 o'ringa mo'ljallangan. Bir vaqt o'zida 150 odam kirib turib, bu yerda nechta tadbirlari yoki nodir bir narsalar bo'lsa o'tkazib biladi bu yerda. Yil ozroq ishi bor. Bu yerda sahnasi qurilishi kerak, keyin qo'shimcha atributlari bor. Xudo xolasa bir 10 kunlarga bu ham to'liq ishga tushib ketadi. To'liq tayyor bo'ladi-da, ha? Tayyor bo'ladi. Konditsioneri bor, yili to'liq 100% bitmadi bu yerimizda. Lekin sharoiti yaxshi. Shu. Tursinda hamma tadbir, o'qituvchilarning yig'ilish, majlis, hamma narsani bemalol o'tkazadi. O'tkazsa bo'ladi. Bolalar ijodiy o'zi ham ishlaydigan zona etib qo'yamiz bu yerda. Masalan, rassomchilik, musiqachilik, shunday hamma sharoitlar yaratilib turadi. Bolalar kelib bo'sh vaqtida ishlab ketaveradi. Zo'r. Shunday zona bo'ladi-da bu. Ajoyib. Bu 3-etajimiz Abrar aka. Bu etajimizda ulli foye bor. Bolalar tanaffus vaqtida chiqib, ozroq dam olib olishlari, o'tirib qo'shimcha shug'ullanishlari uchun mesalar joylashgan. Va davragini hammasi o'quv xonalari bo'lib ketadi. Bu yerda keyin hamshiraxonamiz bor. Hamshiraxonani bir ko'rsatib keting. Ko'rsating. O'zi ko'p maktablar rezervga qo'yib qo'yadi-da. Birinchi yordamda amallaydi.
Birinchi yordamda ha. Bu esa bolalarga prosta birinchi yordam xona hisoblanadi-da, bu. Ha, endi hamshiraxona bu degani ko'pchilik ya больница emasda o'zi aslida. Bu nechik? Bolaga birinchi yordam ko'rsatish kerak, sostaniyasini aniqlash kerak. Oddiyroq bo'lsa, o'zi sho'rda o'zida birinchi yordam ko'rsatib, bolani o'qishga berish kerak. Sal bir jiddiyroq bo'lsa, ota-onasini chaqirib, уже o'tirish kerak. Bo'lgan xona bu. Ha, yaxshi. Birinchi tibbiy yordam ko'rsatiladigan xona bu. Yaxshi. Gap yo'q, lekin shu narsalarga e'tibor etibsizlar, lekin Xo'p, Islombek, bu endi oxirgi 4-etajimiz bo'lsa kerak menimcha. Bundan keyin etaj yo'q. Ya, bundan keyin etaj bor, lekin u etajda o'quv xonalari yo'q-da. 4-klassimiz bu yerda ko'proq nelar bor, boshlang'ich sinflar o'qiydi. Hozir masalan bir xonaga kirib ko'rsak, tak, bu xonamizda ham shu standartlari bor. Masalan, elektron doskasi, marker doskasi, bu yerda qo'shimchasini g'alla to'shaladi. Boshlang'ich sinflar orqayin o'zini erkin his etishi uchun oyoq kiyimini yechib, oddiy tapichkalarda dars o'tiladi. Yaxshi. Shu partasi, konditsioneri, yorug'ligi, hamma narsasi o'zining standartida qurilgan xonamiz ham. Yaxshi. Qulaylik darajasini umuman gap bo'lishi mumkin emas. Endi bu prosta reklama uchun ham aytilayotgan gap emas. Haqiqatan ham o'z ko'zim bilan shu narsalarni ko'rib turgandan keyin men shu qarorga keldim. Farzandlaringizni обязательно shu yerga o'qitishni, shu yerda ta'lim olishni tavsiya etaman. Sababi bu ko'rib turgan sharoitlardan kelib chiqib shu fikrga keldim, Islombek. To'g'risi. Bu ko'rib turganingiz oshxona, Imron aka. Oshxonamiz bir vaqtning o'zida 200 odam xizmat etib biladi. Yaxshi. 200 o'quvchi bir vaqtning o'zida kiradidan ovqatlanadi. Oshxonamizda 3 mahal ovqat pishadi. O'zi oshxonamizda jami hisobda 8 nafar xodim ishlaydi-da. Oshxonamizda 8 nafar xodim ishlaydi. Uni 6ovi shu powerning yordamchilari, keyin shu tozalovchi xodimlar bo'ladi. Birdan zavxozimiz bor. Yaxshi. Til, nima deydi? O'zimiz tilda aytganda zavxoz. Produktlarni hamma vaqt свежий olib kelishini e'tibor qaratamiz-da. Masalan, Pokistonning go'shti emas. Har kunlik pitani har kun toza свежий keladi. Свежий keladi. Qara, endi 5-B sinf deydi. Misoli, bunga 6-sinflar, 9-sinf biznes shunda yozuvlari bor ekan. Значит, shunda har kim shu yerda sinflar bilan, tartib bilan, intizom bilan o'tiraveradi o'zi. Sinf intizomi bilan o'tiraveradi. U bunga aralashish yo'q. Yo'q, undan narsasi yo'q. Yaxshi, sharoitlarni umuman gap yo'q. Bu oshxonamiz 200 odamga sig'adi. Bu kuxnya. Bu powerlar xonasi. Powerlar xonasi. O'zi haqiqatan ham masalan normalniy nelar o'zining kuxnyasiga kirgizmay qo'rqadi. Normalniy kafelar keladi. Kafelar kirgizmaydi. Ko'pchilik kafe kirgizmaydi. Kirgizmay qo'rqadi. Biz qo'rqmaymiz. Endi iloji boricha shu kamchiliksiz ozoda ishlashga harakat etdik. Yaxshi. Sababi masalan 400 ga yaqin bolaning salomatligini ishonib bizga topshirib qo'yibdi. Shuning uchun ozodaligini, hamma narsalarni tozaligini, mahsulotlarni, global svejiyligini jonli e'tibor beramiz. Shu mahsulotlarni svejiy olib kelish uchun ham bir odam masalan zanitda. Yaxshi. Shunda bozorga boradi, toza har kungizni har kun olib keladi. Har kunlik pitani, har kunlik xarajat toza svejiy keladi. Misol bugungi narsa oshib ortib qolsa, ertaga berilmaydi. Yo'q. 3 mahal ovqat shu kuxnyada pishadi. Zo'r. Tozaligi ham yaxshi. Gap bo'lishi mumkin emas. Nijoyika ko'pchilik yerlarda tema bu narsa. Temang. Ana bu lekin kirganda bu atmosfera to'g'risi yigit kishi, ulbaqlarga ayniqsa yog'oton yerda boshlanadi. Bu eng mansardda baland, to'g'rimi? Ha, eng mansardda bu sport zalimiz. Bolalar shu yerda o'zini mashg'ulotlarni o'tadi. Eng globnisi bizda sport to'ganagini Johir ustoz o'tadi. Karate bo'yicha sport master ustozimiz o'zi bolalarni chetga nelarga olib borib keladi. Biz o'zimizdan masalan karate to'garaklarni shakllantirib qo'yibmiz. Ay, yaxshi. Bolalar uchun. To'shaklar ham yaxshi. Ko'pchilik sport zallarida bu narsa yo'q lekin. De qo'ldan kelgancha sharoit yaratib berdik. Gap yo'q.
yaxshi yondashuvlig'ingizga jiddiy yondashibsizlar, gap yo'q. Umuman gap bo'lishi mumkin emas. O'zi nelari bor, razdyolkalar. Ayol qizlarga отдельный, o'g'il bolalarga отдельный razdyolkalari hamma narsasi bor, xudo xolasa. Yaxshi. Endi nima deymiz? O'rtoqlar mana shu narsalarni ko'rib, bu sharoitlarni ko'rgandan keyin o'z ko'zim bilan ko'rib guvohi bo'ldimki, sizlarga tavsiya qilinadigan narsa. Bolalaringizni ishonchli, aniq joyga agar o'ylanib turgan bo'lsangizlar, mabodo qo'rqmasdan shu Aman School'ni tanlanglar. Chunki bu yerdagi sharoitlar, bu yerdagi darajalar to'g'risi jahon standartiga to'g'ri keladi deb aytsa bo'ladi, qo'rqmasdan. Gap bo'lishi mumkin emas. Hammani tavsiya etamiz. Islombek, xursandmiz. Bir xatar hamma yerni tanishtirgan uchun, xudo xolasa, ko'rib turgan insonlar uchun bu yetib bordi deb umid qilamiz. Xudo xolasa, agar yetib bormagan bo'lsa, eshiklarni ochib, xohlagan vaqtda kelsin, qaytadan sizga ko'rsatgan hamma narsani ko'rsatamiz. O'zlarini отдельный kelgan insonga birma-bir shu sharoitni ko'rsatib chiqadi sizlarga, xudo xolasa. Bemalol kelib ko'rib ketishlaringiz mumkin. Salomat bo'lasizlar. Rahmat.